Aziz farzandlarim Azizbek va Azizaxon, baxtli bo'ling. O'zbek aktrisasi Rayhon Ulasenova yana bir bor muxlislarini lol qoldirdi. U kelini Azizaxonga atab tayyorlagan sovg'alari bilan nafaqat e'tibor, balki katta mehr va did namunasini ko'rsatdi. Eng ko'p e'tiborni tortgan jihatlardan biri aktrisaning chig'anoq bezaklarini o'z qo'llari bilan tanlagani bo'ldi. Bu bejiz emas, albatta. Har bir detalga mehr bilan yondashilgani, keliniga bo'lgan samimiy munosabatni yaqqol ko'rsatib turibdi. Go'zal va havas qolarli gullar, nafis marjonlar, barchasi baxt va quvonch to'la kayfiyat ulashdi. Muxlislar esa bunday e'tibor va mehrdan hayratda qolib, kommentlarda iliq tilaklar yozib, sahifani portlatib yuborishdi. Rostdan ham ko'rishga arzigulik, mehr bilan yaratilgan sovg'alar. Like bosishni unutmang. Mana shu chig'anoqni bir hafta davomida tayyorlashdi. Qo'l mehnati desam mubolag'a bo'lmaydi. Boisi har bitta mana shu chiziqchalarni qo'li bilan yasab chiqishdi. Taklifnomani mana shunday chiroyli chig'anoqqa o'rnatdik va har bir so'zni o'g'limni o'zi yozgan. Bilasizmi, bejizga bu tematikani tanlaganim yo'q. Chunki chig'anoqning ichida bitta dona dur dunyoga keladi. Meniki ham bitta. Hattoki cupcake'larni ham chig'anoqdan yasadik. Alloh baxt bilan siylagin Odam yig'lab qoldi deb o'ksinma qiz o'ksinma Odam yig'lab qoldi. Ko'chada baraka yomg'ir yog'yapti, qor aralash. Tayyor bo'lgan sarpolarimizni Deluxe'ning maxsus mashinalariga yuklayapmiz. Bir tabassum qilsinglimay chin shahzodang Qani ketdik. yoningda sen malika bo'lsinglim yangi fayzli qo'shona uylar muborak bo'lsin yangi fayzli qo'shona